Do'stlar, tasavvur qiling. Ikki juda ham shiddatli super qahramonlar o'rtasida jang o'tsa, nima bo'lardi? Bugun bizning videomizda Superman va Homelanderning o'rtasidagi bo'lgan jangni ko'rib o'tamiz. Oldindan izohlaringizni yozib qoldiring, bo'lmasam biz boshladik. Bir bola Homelander shahrida Supermanning rasmini chizayotgan edi va uning yoniga bizning Homelanderimiz kelib qoldi. Va u Homelander bolani qiynoqqa solishiga qaror qildi. U bilan suhbat o'tkazdi va nega uning rasmini chizmayotganligini aytdi va uni o'ldirmoqchi bo'ldi. Lekin bola yig'lashni boshladi va uni onasi keldimi yoki tanish qizi keldimi, uni yonini olishga harakat qildi. Lekin uni ham Supermanga bo'lgan muxlisligi bor ekan. Homelander so'raganda u ham men Supermanning muxlisiman deb javob berdi. Va Homelander uni yo'q qilishga harakat qilayotganda Superman bizga kelib qoldi. Homelanderning ko'zidan chiqqan lazer bizning Supermanimizning qo'liga tegdi, lekin unchalik katta jarohat yetkazgani yo'q. Odamlar hayron bo'ldi va Superman ularga aytdi, qochishni buyurdi. Homelanderni bitta zarba bilan osmonga uchirib yubordi va og'zi qonini bum qildi va yana qattiq jangga kirishdi. Ular Bully Butcherning uyiga kirishdi va Homelander xushsiz joyga keldi. Butcher ham uning ustidan kulib ketib yubordi. Orqasidan Superman keldi, aura forma bilan uni bitta urib hammomga tiqib yubordi. Lekin Homelander qochib qolishga muvaffaq bo'ldi va u to'satdan zarba berishga ulgurdi. Superman Homelander zarbasidan pastga uchib ketdi. Lekin Supermanga bu unchalik qattiq ta'sir qilmadi. Homelander yana muvaffaqiyatlikni ushlaganda o'zini xuddi aura farming qilgandek tutdi va odamlar hayron bo'lib undan so'rashdi, plan bormi deb. Albatta Superman bor deb javob berdi va uni yoniga uchib bordi. Uni yo'q qilishga harakat qildi. Endi u Homelanderni osmonga uchirib olib ketdi. Chunki u o'yladiki, Homelander u yerda o'lishi mumkin edi. Lekin bu unga ta'sir qilmadi. Homelander sun'iy yo'ldoshni ko'zdagi lazerlar orqali yo'q qilib tashladi. Chunki uning psixikasi to'g'ri emas edi va u o'yladiki, odamlarni qutqaradi, Superman va men uni shu bilan birgalikda yo'q qilib yuboraman deb. Lekin Superman bunday qilmadi. Homelander orqasiga qaraganda Superman yo'q bo'lib qolgan edi. Lekin negadir odamlar qutqarilmayotganligini ko'rib hayron bo'ldi va Supermanni ko'rdi. U orqasidan juda ham zo'r emotsiya bildirdi. Superman ko'zini qisdi-da, jangga kirishdi. Telekanallarda ularning tarixiy jangi haqida so'z olib borilardi. Qahramonlarimiz uni maroq bilan kuzatib borishardi. Izohlarda yozib keting, qani kim yutarkan? Supermanmi yoki Homelandermi? Va hamma bu jangga guvoh bo'lardi. Hamma intervyuchilar shuni orqasidan prosmotr ishlashga harakat qilardi. Va Homelander pastga qochib tushib ketdi va Superman ham lekin uni ortidan qolgani yo'q. U pastga tushdi. Homelander juda charchagan va juda ham holdan toygan edi. Lekin Superman shu holatda ham unga yaxshilik qilish sifatida uning orqasida turgan ayiqni unga eslatdi. Lekin u Homelander uni tan olmadi va bir qaraganda rostdan ham ayiq turgan edi. Va ayiq Homelanderni bo'laklarga bo'lib tashladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Superman bu yerda juda achinarli emosiyani ko'rsatdi va uchib ketdi. Supermanning orqasida esa Omni-Man turgan edi. Omni-Man keyingi videomizning qahramoni bo'ladi. Agar shu videomizni yaxshi aktiv ko'rsatib bersanglar, biz keyingi videolarda shu haqida tahlil olib boramiz. Hammaga rahmat.